Assalamu alaykum hürmetli qarindoshlarım. Men hozir Qaraquloqqa berib ifoda berib keldim. Ubul Tavakkul imloqchi. Shundoq vatandoshligim chiqdi. Endi uyamning topishini berang vatandoshim chiqqan beravgan desam, sotqa ba'da topi tutgan odamning kuch ko'rsatib uningga o'ymining dudutib. Endi munda deb uyamni tatib olib qo'yibdi deb mediada gap qilsam, endi saqchiga yana Qaraquloqqa berib, men 7 yillik inovatli imloqchi edim. Bu odam meni kiraga bergan o'yni oldim deb o'ylab, menga iftira etib, inovatimni juguzyapti mening deb bundoq ustimdan yolg'on aytibdi. Tug'an sir bu boşumay texmi ching bo'lib turgan sira bunda deb shikoyat beribdi qarindoshlar. Ammo buningga haqiqiy ahvolni deb andiq emas, men uyni menga setib bergan, u kiraga bermagan 6 yilning oldida. O chog'da yabancı deb endi tapını ağlamaydı deb tapının ustida qolgan. Hamda hozir tapını bingdisam, belgilmay bunda tapı tutgan odam bilan birlashib sot mahkamasiga az o'yin tatib olibdi. Anşo men bu ishni bir mediada yeb ko'pchilikdan yordam istash uchun buni chiqdim. Ammo buningga yo'q dedim, mening deganlarim rost deb men ifoda berib keldim qarindoshlar. Saqchixondagilar hammani yozib, o'yni olganligingizga isbotlaringizni to'liqlang deb bu isbot hujjatni ko'rsatdim, hamda qolganlarini to'liqlab bekiling deb menga vaqt berdi. Endi bu imloqchi bir to'g'ri qilib qilmasdan qarindoshlar taxmin chingib, hamda shu tenib olib hujjat yozib bergan, o'zining imzosi va hujjatdan ovozli imzo qo'ygan, shu ishxonasida qo'ygan imzoni men Armani Parkda qo'ygan hujjatga degan bu gapli tusum ham bu yo'ldan tatib hozir birden tenib kiraga berganman deb menda az qilibdi qarindoshlar. Buning Xudoyim buningga kupoya Allah jazosini bersin bu yolg'onchi odamniki.